Savol kelibdi o'ziga xos. Ustoz, 21-asrda ilm eng qimmat sotilayotgan asr, lekin bizni o'qituvchilarimiz nimaga hali ham boy emas? Qoyil. Xo'p, boy bo'lish uchun 3 ta muhim qadamni, ya'ni o'qituvchilar ilmi orqali qo'shimcha daromadga chiqish uchun 3 ta muhim qadamni shu vaziyatdan foydalanib aytib ketmoqchiman. Birinchi muhim qadam, eng avvalambor biz ustoz sifatida ilm bizga berildimi, bu orqali bizga qandaydir vazifa yuklatilingan. Oliy maqsadimizni aniqlab olishimiz lozim. Ikkinchi muhim qadam esa aynan imkoniyatlarni berdi bizga Alloh. Xo'p, nima imkoniyatim bor? Qo'limdan nima keladi? Atrofingizda shunday insonlar bor, qoyil, shunaqa bolalar bilan zo'r chiqishasan, shunaqa mavzuyini zo'r o'tasan, yoki bo'lmasam ota-onalar bilan shunaqangi yaxshi ishlaysan, yoki bo'lmasam o'spirin yigitlar bilan, o'spirin yoshlar bilan zo'r chiqishasiz. Sizni imkoniyatingizni e'tirof etishadi va bu sizga qo'shimcha imkoniyat berilgan. Mana shu imkoniyatingizni aniqlab oling va meni qo'limdan o'zi nima keladi degan savolga javob oling. Uchinchisi esa mana shu ilmlarni ulashishdan, uni targ'ibot qilishdan va uni qiymatini belgilab olishdan qo'rqmang. Mana shu 3 ta qadamni amalga oshiring va ishoning, bu muhim birinchi fundament 3 ta qadam sizni qo'shimcha ilmingizni qiymatini belgilab daromad topishingizga ulkan yordam beradigan qadamlar hisoblanadi. Agar sizni atrofingizda yaqinlaringiz ustoz bo'lsa va qo'shimcha daromadni qanday qilib topish niyatida yurishgan bo'lsa, ularga zudlik bilan bu videoni jo'natib qo'ying.